Aziz vatandoshlar, mana navbatdagi passajlarimiz, akalarimiz ham o'tkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz. Qani bugungi holat, taassurotlar qanaqa akajon? Hammasi joyida, Xudoga shukr, mana tezda o'tib oldik. Biletlar yaxshi joydan bo'ldi. Biz onlayn olgan edik. Ko'rsatib o'ting biletlaringizni. Mana biletlar biz onlayn sotib olgan edik. Hammasi shu paytgacha men 10 martadan ko'proq olganman Aviasurxondan. Hammasi joyida, muammosiz. Tavsiya qilasizmi akajon Hammaga kassamizni? tavsiya qilaman. Xizmatimizdan rozimiz aka. Hammasi zo'r. Mana o'zlari kuzatib, birma-bir. Salomat bo'lingizlar akajon. Sizlar ham oxirgi salomat yetib boringizlar vatanimizga. Aziz vatandoshlar, kimdaki mana shunday ishonchli bilet xarid qilib olish niyatida bo'lsalaringiz, bemalol ushbu videoning oxirida telefon raqamlari qoldirilgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar nomerlarimiz bo'yicha. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar aziz vatandoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, mana hozir qo'limda Passat ishini turibdi, pasport bilan. Ya'ni bu akamiz bugun nasib bo'lsa, Cheres Samara granitsaga borib keladilar. Mana akamiz o'zlari. Akajon, assalomu alaykum. Biletlar ishonchli ekan? Balandroq gapiring aka. Gapi. Mayli. Samiglarni siz bugun onlayn tarzda olyapsiz biletni. Mana o'tib ketyapmiz akamiz, mana granitsaga ketadilar. Nomerlarni qoldirganmiz aziz vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamizga taksi akalarimiz nomerlarini ham berganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana o'zim aeroportda o'sha akalarni kutib olib, o'zim kuzatib qo'yaman. Svязamos aloqadamiz. Sog' bo'linglar aziz vatandoshlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.